Musulmon ayollar lak surishi mumkinmi? Javob ha va yo'q. Keling birga ko'rib chiqamiz. Nima uchun lak mumkin emas? Birinchisi, chunki tahoratga to'sqinlik qiladi va Imom Muslim hadisiga ko'ra Alloh tahoratsiz odamni namozini qabul qilmaydi. Keyingi jiddiy sabab esa g'usl. Bilamizki, g'usl vaqtida butun tanaga suv tegishi shart. Yetib bormagan holatda esa junub hisoblanadi. Hanafiy mazhabiga ko'ra ayol uzoq vaqt junub holatda, ya'ni nopok holatda yurishi katta gunohdir. Bu haqida Maida surasida ham yozilgan. Qaysi holatda ayol kishi lak yoki bo'yoq surishi mumkin? Bu ham bo'lsa ayolning hayz vaqtidadir. Shuningdek, o'z umr yo'ldoshi bilan yolg'iz qolganda va albatta g'usl qilish vaqtida uni tamoman o'chirish sharti bilan lak surish ruxsat etiladi. Yaponcha manikyur haqida so'raganlar uchun esa suyuqlikning tarkibiga ko'ra o'zgaradi. Agar tarkibida akrillik polimerlar, lak pigmentlari, UV lak aralashmasi, qo'shimchalari bo'lsa, albatta bu narsalar tahoratga jiddiy ta'sir qiladi. Yaponcha pilkalar mumkin hisoblanadi. Kipriklar haqida gaplashamizmi? O'z fikringizni izohlarda qoldiring.